Do'konimizda akalar bundan tashqari original yaponskiy litr mototsikllarni ham topsanglar bo'ladi. Birinchi o'rinda mana BMW S1000RR. Mana buni ham sotuvga olib kelib qo'yganmiz. Aloqaga chiqarasizlar akalar. Original haqiqiy BMW. Mana buni ovozini ham sizlarga eshittirib ko'rsatib beraman. Faqat bitta like bosib qo'yinglar akalar, bitta like. Like bilan shunday kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Ovozingdan seni, ovozingdan. Litr mototsikl, litr. Biroz ovozini eshitishinglar mumkin. Juda ham derski chiqadi. Xo'p, keyingi mototsiklimiz Honda Ciber 1000RR. Bu ham litr akalar. Michelin ballonlar taqib qo'yamiz. Bular ozgina minilgan. Shuning uchun arzon narxlarga olib ketsanglar bo'ladi. Honda toza yaponskiy mototsikl. Bunimiz narxi 8300 qilib beramiz. 8300, 45000 probeg. Hamma yog'i idealniy, radnoy holatda turibdi. Mana. Hondani bilganlar biladi. Hondani street modeli ham bor. Ko'rsanglar bo'ladi, juda ham idealniy holatda. Buni narxi $8500 chiqadi. Bunimizni probegi 19200 km. Buni ham ovozini sizlarga hozir mana. Buni ham ovozini eshitsanglar bo'ladi. Bu ham litr mototsikl. Mana. Bitta like bosib qo'ying aka, shuncha ovozga. Bu yoqda italyanskiy Ducati akalar. Ducati'ni ko'pchilik bilsa kerak, mana ko'rsanglar bo'ladi. Ducati. Buni ham olib kelib qo'yganmiz sotuvga. Bunimiz narxi $13000. Xullas, hamma mototsikl topsanglar bo'ladi. BAU deysizlarmi? BAU original. Xitoy original. Bundan tashqari zakaz asosida любой mototsiklni olib kelib beramiz. Bemalol aloqaga chiqarasizlar akalar. Mana. Assortiment vobshim chotki. Manzilimiz Qo'yliq 5-massivda Qumarodan kelishda o'ng qo'l tarafda joylashgan. Armada motosalon.